Orga o'tirdilar minbarga. Ey insonlar dedilar. Namozga ehtiyot bo'ling dedilar. Namozga ehtiyot bo'ling. Allohning oldida namoz borasida so'ralasiz dedilar. Namozga xushyor bo'ling dedilar. Ummatlari haqida mana shu joyda qayg'urdilar-da. Doim qayg'urgan zot oxirgi soatlarda ham qayg'urib, namozga xushyor bo'ling, namozni ehtiyot qiling dedilar. Yana bir qancha vasiyatlarni qildilar. So'rasangiz, eng oliy jannatni so'rang. Firdavs jannatini so'rang dedilar. Firdavs jannatini so'rang Allohdan. Allohning fazli keng. Allohning fazlini so'rang. Allohning fazli sizlarni jannatga olib kiradi. Amallaringizni qilib, oxiri Allohning fazlini so'rang. Allohning fazli bo'lmasa jannatga kira olmaysiz dedilar. Sahobalar, ey Allohning rasuli, siz ham kira olmaysiz deydi. Payg'ambar alayhisolom aytdilarki, agar Alloh meni fazliga o'ramasa, men ham kira olmayman dedilar. Sahobalar yig'lashdi-da. Shunda bir sahoba aytdiki, ey Allohning rasuli, siz vafot etsangiz, bu dunyoda siz bilan birga yashadik. Vafot etganingizdan keyin sizning darajangiz payg'ambarlar bilan bo'ladi. Biz vafot etib bir amallab jannatga kirib olsak ham Allohning izni bilan bizning darajamiz quyida bo'ladi. Siz bilan jannatda birga bo'la olmaslikdan qo'rqamiz. Ey Allohning rasuli deydi. Bizchi? Biz Rasulullohsiz nima qilamiz agar borib olsak? Bu dunyoda ayrilganimiz yetadi. Qiyomatda Rasululloh kelsalar, sen meni sunnatimdan uyalgan eding. Sen meni sunnatimdan yuz o'girgan eding deb indamay qaytib ketaversalar, sahobalar bilan birga jannatga kirib ketsalar, biz qolib ketsak nima qilamiz? Rasululloh nima qilamiz? Rasululloh jannatga sahobalar bilan, Abu Bakrlar bilan kirib ketsalar, biz qolib ketsak qiyomat kunida qanaqa holat, nima tadbiri biz uchun? Biz dunyoda shuncha Rasulullohsiz yashadik, ko'rmadik. Yuzlarini ham ko'rmadik. Qo'llarini o'polmadik. Rasulullohni bag'rimizga bosolmadik sahobalarda. Endi jannatda ham ayrilib qolsak-chi? Jannatda Rasululloh sahobalar yig'lashdi-da. Ey Allohning rasuli, biz siz nima qilamiz qiyomat kunida? Bu dunyoda sizga o'rganib qo'yamiz, sizni forlaringizga o'rganib qo'yamiz. Siz nima qilamiz deydi. Rasululloh aytdilarki, innal mar'a yuhsharu ma'a man ahabba. Albatta insonlar yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi dedilar. Biz Rasulullohni yaxshi ko'ramizmi? Rasululloh bilan birga bo'la olar ekanmiz. Rasululloh bizni ummatim dermikinlar, ha? Loyiqmikanmiz Rasulullohning ummatlari bo'lishga, safdan joy olishga? O'shancha sahobalar, o'shancha taqvodor zotlar o'tishdi, o'shancha ulamolar o'tishdi, tobiin, tobiinlar o'tishdi. Juda ko'p insonlar o'tishdi, taqvodor insonlar. Biz ham arzirmikanmiz o'sha qolibga tushib turib Rasululloh bilan birga jannatga kirib olishga? Alloh taolo barchamizga nasib qilsin Rasululloh bilan birga bo'lishni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu gaplarni aytdilar va hujra-i saodatga kirib ketdilar. Mana shu oxirgi sahobalar bilan ko'rishish edi. Sahobalar qaytib Rasulullohni ko'rishmadi. Sahobalar qaytib Rasulullohning yuzlarini ko'rishmadi. Rasululloh ertasiga choshgoh paytida Rafiqul A'loga, Allohning huzuriga muborak omonatlarni topshirdilar. Rasululloh vafot etdilar. Bunaqa musibat yo'q insoniyat uchun. Rasulullohning vafotlaridek musibat yo'q. Rasululloh o'zlari aytganlar, boshingizga musibat kelsa, meni vafotimni eslang dedilar. Meni vafotimdagi sizlarga musibat yo'q dedilar. Biz Rasulullohni bu dunyoda ko'rmadik-da, ilohim Alloh jannatda ko'rishni nasib qilsin. Hozir Qur'on o'qiyapmiz. Bu Alloh taoloning kalomi, Alloh taoloning so'zi. Har bitta harfi uchun Alloh azza va jalla 700 barobargacha savob beradi. Qabul qilsin bu o'qigan Qur'onlarimizni, eshitgan Qur'onlarimizni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni Ubay ibn Ka'b